Nega Eronda inqilob yuz berdi va islomchilar qanday qilib hokimiyatga keldi? Kirish. Erondagi islom inqilobi deyilganda, go'yoki xalq ongli ravishda diniy dikoteriyani tanlagandek taassurot paydo bo'ladi. Ammo haqiqat bunchalik emas. 1979-yilgi inqilob aslida islomiy sifatida boshlanmagan va aynan shu uning eng katta paradoksidir. Inqilobgacha bo'lgan Eron barqarorlik emas, balki keskinlik. 1979-yilgacha Eron Shoh Muhammad Rizo Pahlaviy hukmronlik qilgan. Bir tomonda modernizatsiya, dunyoviy qonunlar, infratuzilmaning rivoji, boshqa tomondan avtoritet hokimiyat, savak maxfiy politsiyasi, muxolifatni bostirish, keskin ijtimoiy tengsizlik, jamiyat qaynab yotar edi. Ammo o'zgalarning uchun qonunlar, yo'llar yo'q edi. Aslida shohga qarshi kimlar chiqqan edi? Shoh rejimiga qarshi juda turli kuchlar chiqdi. Liberallar, talabalar, marksistlar, millatchilar, diniy arboblar. Bu yagona mafkura emas, balki umumxalq noroziligi edi. Odamlar xohlardi adolat, erkinlik, diktaturaning tugashi, islomiy davlat emas. Nega aynan islomchilar oldinga chiqdi? Diniy tuzilmalar butunlay yo'q bo'lmagan edi. Masjidlar tarmog'iga ega edi. Kambag'al qatlam ishonchiga ega bo'lgan, sodda va tushunarli tilda gapirardi. Xomeyniy shunday derdi: biz zo'ravonlikka qarshimiz, biz adolat tarafdorimiz. U teokratiyani ochiqchasiga va'da qilmagan. Inqilob hokimiyat bo'shlig'i sifatida shoh qulagach, armiya ruhiy jihatdan yemirildi. Davlat tizimi parchalanib ketdi. Dunyoviy muxolifat aniq reja yo'q edi. Islomchilar esa tez harakat qildi. Ko'chalarni nazoratga oldi, inqilobiy sudlarni tuzdi, inqilobiy gvardiyani shakllantirdi. Hokimiyat saylov bilan emas, tezlik va qat'iyat bilan egallandi. Inqilob qanday qilib teokratiyaga aylandi? G'alabadan so'ng sobiq ittifoqchilar yo'q qilindi, liberallar va so'l kuchlari repressiyaga uchrashdi. Referendum, real muqobillik o'tkazilmadi. Shu tariqa quyidagi tamoyil paydo bo'ldi: islom huquqshunoslikning hokimiyati. Bu klassik islom emas, balki yangi siyosiy model edi. Xulosa: islom inqilobi xalq noroziligi sifatida boshlandi, diniy diktatura bilan yakunlandi. Islomchilar yagona kuch emas edi, ammo eng yaxshi tashkil etilgan kuch bo'lib chiqdi. Xaos va diniy bosim sharoitida natija deyarli muqarrar edi. Nega bu bugun muhim? Chunki bugungi ko'plab noroziliklar 1979-yilda yaratilgan tizimga qarshi. Eronliklar tobora ko'plab shunday deydi: bu ota-onalarimiz kurashgan inqilob emas. Bugungi namoyishlar aslida 1979-yilda qolgan kechiktirilgan mojarolardir. Jamiyatdagi beqarorlikdan foydalanib, o'z mafkurasini majburlamoqchi bo'lgan har bir kuch shuni yodda tutishi kerak. Hokimiyatni zo'rlik bilan egallash deyarli har doim yangi norozilik to'lqinlariga olib keladi. Ba'zan yillar o'tib, ba'zan 10 yillar o'tib. Nega? Chunki xalq sizning mafkurangiz uchun emas, o'z umidlari va orzulari uchun ko'chaga chiqadi. Bir guruh o'z qarashlarini hammaga majburlagan zahoti keyingi bosqich muqarrar bo'ladi. Norozilik edi hokimiyatlarga qarshi yo'llanadi. Tarix yana bir narsani ko'rsatadi: majburlash rozilik tug'dirmaydi, nazorat esa ishonch yaratmaydi. Sizningcha mamlakat boshqa yo'ldan ketishi uchun nima qilishi mumkin edi? Izohlarda yozing. Keyingi videolarni tomosha qiling. Nega Eronda norozilik yana va yana qaytmoqda va hozir nima bo'lyapti? Bizni kanalimizda kuzating.